Bugungi qahramonimiz koreys kino olamining eng yoqimtoy aktrisalaridan biri Park Bo-yoon bilan gaplashamiz. Park Bo-yoon 1990-yil 12-fevralda tug'ilgan. Otasi uzoq yillar harbiy bo'lgani uchun u bolalikda intizomli bo'lib ulg'aygan. U maktab paytlarida kino klubida ishtirok etgan, keyin esa Donkuk universitetining teatr va kino fakultetida tahsil olib, professional sahnaga kirib kelgan. Bo-yoonning haqiqiy yulduz portlashi Skandalisti filmi. Ushbu komediya uni bir zumda millionlab tomoshabinlarga tanitdi. Uning tabassumi, kamtarligi va soddaligi sabab tomoshabinlar uni xalqning kichik singlisi deb atashadi. Eng qiziq yangilik Park Bo-yoonning 2026-yilda chiqadigan yangi seriali Gold Land thriller kriminal serialida bosh rolni ijro etadi. U bu serialda havo yo'llarida ishlaydigan xavfsizlik xodimi Kim Hee-ju obrazini o'ynaydi. Hikoya sirli tarzda qo'lga tushgan oltin slitkasi va undan boshlangan xavfli voqealar atrofida aylanadi. Park Bo-yoonning har bir rolida yangi qiyofa, yangi his, yangi hayot baxsh etiladi. Uning ijodi tomoshabinga iliqlik va halollik olib keladi. Sizga Park Bo-yoonning qaysi filmi eng ko'p yoqqan? Izohlarda yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang.